Hammaga assalomu alaykum. Uzun marketdan hozirda ko'pchilik foydalanadi. Uzun market nimaligini ko'pchilik biladi. Lekin bilmaydiganlar ham bo'lyapti. Uzun market nima o'zi, qanday ishlaydi deb savol beradiganlar ham bo'lyapti. Shuning uchun qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman. Xullas, xohlasangiz telefoningizga uzun market ilovasini o'rnata olasiz va telefon raqamingizni kirgizib ro'yxatdan o'tasiz. Xohlasangiz noutbukdanmi yoki planshetdanmi mana shunaqa uzun.uz degan o'zini internet sayti orqali kirsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda Qodiris deb yozilgan. Bu bizni punktimizni shu uzun market ilovasidagi manzili. Shuni kiritsangizlar, buyurtmalaringiz bizani punktga yetib keladi. Xo'p, uzun market o'zi nima? Uzun market bu qisqacha qilib aytganda onlayn bozor desak ham bo'ladi. Uyingizda o'tirgan joyingizda telefon orqali bemalol noutbukdan, telefondan xohlagan narsangizni kirib, o'zingizga kerak bo'lgan narsani izlab topib buyurtma qilasiz. Buyurtmangiz yetib kelsa olib ketaverasiz. Bir joyga borib kelish, yo'l kira xarajat qilib Toshkentga borib kelish, boshqa shaharga borib olib kelish shart emas. O'zingizga yaqin bo'lgan mana shu punktni tanlaysiz, o'sha yerdan olib ketaverasiz. Hop, uzun marketda nima tovarlar bor degan savolga katalogga bosamiz. Masalan, mebel bor. Mebelga aloqador tovarlar bor. Bahorgi kolleksiya, kiyim-kechak. Bahorgi har xil kolleksiyalar. Mujskoy, jenskiy kiyim-kechaklar, oyoq kiyim, ust kiyim, bosh kiyim. Masalan, kosmetika vositalari, hobbi va ijod, unda musiqa asboblari, smartfonlar, ya'ni telefonlar bor. Ramazon oyi uchun mana maxsus hozir skidka ketyapti. Kitoblar, aksessuarlar, kosmetika, kiyimlar, oziq-ovqat mahsulotlari ham bor. Hozir 60% gacha skidka bo'lyapti mana shu bo'limda. Nimalar borligini ko'rishingiz mumkin. Yana turizm, baliq ovchilik, elektronika. Elektronikada masalan kompyuter texnikasi, smartfonlar, noutbuklar, televizor va video texnikalar, quloqchinlar, ofis texnikalari, xullas ko'plab narsalar bor. Maishiy texnika. Maishiy texnikada masalan uy uchun texnikalar bor. Chang yutgich, dazmol, tikuv mashinalari, iqlim texnikasi deganda ventilyator, konditsionerlar, soch uchun, turmaklash uchun misol uchun texnikalar, u yerda oshxona texnikalari, shu chopper, shunga o'xshash narsalar bor yana. Kiyim-kechak bor mana. Mujskoy, jenskiy, yosh bolalarniki, oyoq kiyimlar, kosmetika vositalari, salomatlik uchun ham har xil turdagi narsalar bor. Buni o'zi biladiganlar biladi. Vitamin, dorilar, yana massajyor, xullas juda ko'plab narsalar. Keyin mana yana uy ro'zg'or buyumlari, qurilish va ta'mirlash, ya'ni stroy materiallar, avtotovarlar bor mana. Hammasini ko'rsatib o'tiraman desam juda ko'p vaqt ketadi. Bundan tashqari bolalar tovarlari, sportga aloqador tovarlar, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy kimyoviy moddalar, ya'ni shu parashok, shunaqa tozalash uchun ishlatiladigan moddalar, shunaqa narsalar. Kanselyariya tovarlari, kitob, daftar, ruchka, kanselyariyaga oid narsalar, hayvonlar uchun tovarlar, kitoblar bor. Dacha, bog' va tomorqa.
Xullas, juda ko'plab turdagi tovarlar, mahsulotlar bor. Mana bu yerga mana izlash degan joyiga o'zingizga kerak narsani yozib, izlab topib olsangiz ham bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda, o'zingizga nima kerak bo'lsa izlaysiz, topasiz, buyurtma qilasiz. Bizani punktdan olib ketmoqchi bo'lsangiz, qodiriyni belgilaysiz. Buyurtmangiz yetib kelsa, xabar boradi. Kelib olib ketaverasiz tovaringizni. Sog' bo'lasizlar.